Assalomu alaykum hurmatli Aziya Konsult obunachilari. Bizda navbatdagi yangilik, mart oyida juda ham ko'p yangilik bo'ldi bizda. Koreyaga bakalavr vizasi chiqdi mana. Andijondan ukamiz Ismoiljon, tabriklayman avvalambor viza bilan. U sizda obunachilarimizga bir tanishtirsangiz, viza olish jarayonlarini bir tushuntirsangiz. Men Nabib Ismoiljon, Andijon shahridan bo'laman. Yoshim 18 da. Bu vizani olish uchun ancha mashaqqat chekdik. O'zi aslida o'tgan yili kuzgi semestrga topshirgan edim, lekin ozgina kechroq harakat qilganim sababli ulgurmay qoldik va bahorgi semestrga topshirishga qaror qildim. Va ko'rib turganinglardek vizamni oldim. Hamma yo'l deyarli o'z vaqtida bo'ldi, lekin ozgina o'qish vaqtim boshlanib o'tib ketgan bo'lsa ham, garchi viza qo'limda turibdi. 11-mart kuni viza chiqdi, 4-mart kuni o'qish boshlangan. Mana bugun 12-mart 2025-yil aeroportdan uchib ketyapti. Xudo xohlasa erta borsa, indinga o'qishni boshlaydi. Xudo xohlasa boshlaymiz. Bu oila ota-ona xursandmi? Albatta. Birinchi bo'lib bu xabarni eshitganda ota-onamga aytdim. Ota-onam juda ham xursand bo'ldi. Ota-onamga va Aziya Consultingga juda ham katta rahmat, juda ham mamnunman. Boshqalarga ham tavsiyam shuki, Aziya Consulting bilan nafaqat Koreyaga o'qishga kira olasiz, va boshqa davlatlarga ham o'qishga topshirishingiz mumkin. Mana natijasini men o'zim sinadim va qoniqarli bo'ldi. Tabriklayman yana bir marta. Muhtaram do'stlar, xuddi mana shunaqa talabamiz kabi xursand bo'lib aeroportdan Koreyaga, Kanadaga, Malayziyaga, dunyoning eng zo'r davlatlarga uchib ketish hammalarga nasib qilsin. Ota-onalarini chiqib kuzatib qo'yish nasib qilsin. Biz ham shunday xizmatda bo'lish nasib qilsin do'stlar. Hozirroq qo'ng'iroq qiling, talaba bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Aziya Konsult yordamlariga tayyor turibdi. Charchamanglar.